Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlarini o'rganishdagi navbatdagi darsimiz bugun Alloh taoloning Ar-Rob, tarbiyat kunanda, Parvardigor, tarbiya qiluvchi ismi haqida dars qilgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu marhamat qiladi. Rasululloh aytganlar: "Inna lillahi tis'a va tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal janna." Payg'ambarimiz aytadilar, albatta Alloh taoloning 99 ta, bir kam 100 ta ismi bor. Kim ularni sanab o'rganib yod olsa jannatga kiradi. Mana shu go'zal ismlarni yodlashlikni o'zi mo'min bandani jannatga kirishligiga kafolat bo'ladi. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allohning go'zal ismlari bor, bas uni o'sha ismlari bilan chorlanglar, yod etinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ar-Rob ismi Alloh taoloning Ismul Azami deganligi haqida rivoyat bor. Ismul Azam mana shu 99 ta ismining ichidagi eng buyuk ismi. Buni ayni mana bunisi aniq deb birov ayta olmaydi. Ana shu ulug' ismlar Ismul Azam Ar-Rob ekanligi haqida rivoyatlar bor. Yana Al-Hayyul Qayyum ismi ham Alloh taoloning Ismul Azami degan rivoyatlar bor. Yana bundan tashqari bir ma'qul ijtihodlar ham borki, ularda aytiladi, seni holatingga bog'liq bo'lgan Alloh taoloning ismi Ismul Azam bo'ladi. Ya'ni kasal uchun Ismul Azam Ash-Shafiya, shifo berguvchi degan ismi bo'ladi. Faqir uchun Alloh taoloning Ismul Azami Al-Mughni, ya'ni behojat qiluvchi, boy badavlat qiluvchi degani bo'ladi. Mazlum uchun Alloh taoloning Ismul Azami Al-Adil, odil. Maqhur, mag'lub inson uchun Allohning Ismul Azami bu An-Nasir, yordam beruvchi. Demak, kishining holati qanday turgan bo'lsa, shu holatiga munosib bo'lgan ism shu kishi uchun nima ekan? Ismul Azam bo'lar ekan. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "La uqsimu bihadzal balad va anta hillun bihadzal balad va walidin va ma walad." Ey Muhammad alayhisalom, mana shu shaharga, ya'ni Makka ga, holbuki siz ham mana shu shaharda yashaysiz, hamda ota va undan bo'lgan bolalarga qasamyod qilurman. Alloh taoloning Ar-Rob, tarbiyalovchi, murabbiy, tarbiyat kunanda ismi. Buni tushunishligimiz uchun otani farzandlarga qilayotgan muomalasiga bir qarashimiz kerak, shunda tushunishimiz oson bo'ladi. Ota o'zini oilasi uchun uy barpo qiladi. Uy uchun kerak bo'lgan barcha jihozlarni muhayyo qiladi. Farzandi betob bo'lsa tabibga yuguradi. Biror ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa uni ro'yobga chiqarishga intiladi. Xato qilsa nasihat qiladi. Bilmaganini o'rgatadi. Xatoni takrorlovsa jazolaydi. Mana shu jazolayotgan paytda yomon ko'rib jazolayotgan bo'ladimi? Yo'q, modomiki murabbiymi farzandiga o'sha bergan jazosi ham yaxshi ko'rganligi uchun bo'ladi. Toki shu xatosini nima qilmasin, takrorlamasin. Demak, Ar-Rob kalimasini soddaroq qilib tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mehribon, ilmli, shafqatli otani o'zini farzandiga qiladigan muomalasiga qaraymiz. Alloh taolo o'zining oyatlari bilan siz bilan bizni tarbiya qiladi. Shuning uchun biz uchun eng yaqin ism birodarlar Ar-Rob, tarbiyalovchi, murabbiy, tarbiyat kunanda ismi. Chunki har kuni Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Mana Qur'onda Alloh taolo mana shu ismi haqida aytadi. Astagfirullah. Salamun qawlan mir robbir rohim. Ularga mehribon Parvardigori tomonidan salom aytilur. Ya'ni mehribon, tarbiya qiluvchi Parvardigor. Baldatun tayyibatun va robbun g'afur. Pokiza shahar va mag'firat qiluvchi Parvardigor. Tarbiyat kunanda Rob. Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Aqlimizni, jasadimizni, nafslarimizni. Alloh taolo tarbiyasini agar bizni ustimizdan bir lahzaga olib qo'yadigan bo'lsa, biz halok bo'lib ketamiz. Men ko'p aytaman-ku, o'sha bir osham oshni oldingizda yutdingiz. Ba'zida bir dona guruch o'tib ketib qoladi, qilib totganda. Qayerdan tushadi? Adabingizga. Ya'ni Alloh taolo mana shu joyda, boyaga ma'dagi klapingizni tarbiya qilib turadi, o'zi idora qilib turib, boshqarib turadi, adashmaydi. Tonnalab guruch yeysiz umringiz davomida. Ammo nima bo'lmaydi? Qoqib ketmaysiz, adashib ketmaysiz. Suv ichayotib, o'sha boya tegandek o'tib ketib qoladi. Nima bo'ladi? Adabingizsiz. Ar-Rob. Bu ismning nozik ma'nosi Alloh taolo Parvardigorimiz barcha narsaga o'zini xilqatini, shaklini ato etdi va uni to'g'ri yo'liga solib qo'ydi. Mana Fir'avnning huzuriga Musa alayhisalom kirganida Fir'avn so'radi. Qola faman robbukuma ya Musa. Ey Musa, sizlarda robbiylar kim? Harun va Musa alayhisalom ikkalasi kirganida, sizlar ikkovinglar robbiylar kim dedi. Shunda Musa alayhisalom Robbisini tanishtirdi. Qola robbuna allazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Musa aytdi: Parvardigorimiz, ya'ni bizning Robbimiz, barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'rilab yo'lga solib qo'ygan zotdir. Shaklini berdi va to'g'ri yo'liga solib qo'ydi.
munosib shaklda berdi, munosib suratni berdi, munosib his qilish organlarini berdi, munosib xususiyatlarni berdi. Bir hayvonda bor xususiyat ikkinchisida yo'q. Chunki birinchisiga kerak bo'lgan bu xususiyat ikkinchisiga kerak emas-da. Suvda yashaydigan jonivorlar bor. Uni xususiyatlari quruqda yashayganga to'g'ri kelmaydi. Hayvonlarda shunday bir xususiyatlar bor, insonga kerak to'g'ri kelmaydi bu narsa. Mana ana shu Alloh taoloning mahluqotlaridan bitta eng haqir pashani ko'rib chiqamiz. Ayrim misollarda aytamiz. Mana kichkinagina mitti jussasi bor. Alloh taolo bunga shunday bir xususiyatlarni joylab qo'yganki, Parvardigor. Birinchisi unda haroratni his qilishlik degan narsa bor. Qarang, kichkinagina mana shu boshida 100 dona ko'zi bor. Tasavvur qiling, odamda boshida 100 ta ko'z bo'lsa, chashga joy qoladimi? 100 ta ko'zi bor. Yana 48 ta tishi bor. Yuragi nechta? Bitta emas. Har bitta qanotiga bittadan yurak. Ya'ni mana shu kichkinagina mitti jussasiga Alloh taolo shuncha narsani nima qilib qo'ydi? Sig'dirib qo'ydi. Birodarlar, haligi kichkina bunday jihoz ovoz yozishini o'ylab ko'rib turib, mana shu ovoz yozar ekan, qara, qoyil qolish kerak deysizda, bir odamning aqliga qoyil qolasiz. Ozgina shu tirnoqdek narsa, fleshkani oling mana, kichkina fleshkani. Shunga shunchani sig'adi deysiz. Bu odam bolasi aqli bilan o'ylab topgan narsa shunchalik qoyil qoldiryapti. Siz pashani tasavvur qiling, birodarlar. Pashani og'zi nimaga tegsa shuni eritar ekan, suyuqlikka aylantirib tashlaydi bu narsa. Pasha, birodarlar, narsalarni rangi, hajmi, shakli bilan ko'rmaydi. Harorati bilan ko'radi. Radar deb qo'ylar. Shuning uchun Alloh taolo unga mana shu haroratni his qilishlik xususiyatini berdi. Mehribon Parvardigor. Ikkinchisi, keyingisi qon navini ajratadi pasha. Bitta xonada ikkita ko'k yotadi, bittasini pasha chaqmagan joyi qolmaydi badanida, ikkinchisiga pasha tegmagan. Demak, pasha chaqishdan avval, uni qonini so'rishdan avval u qonini nima qiladi? Tahlil qiladi. Diagnoz qiladi, analiz qiladi. To'g'ri kelsa ichadi, to'g'ri kelmasa ichmaydi. Guvoh bo'lgansizlar, o'ylab ko'rganmizmi shu kichkina biz g'ashimizga yetadigan pashani jussasida shuncha bir mo'jizalar borligini? Aytdik-ku, Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ygan zotdir. Bu pashada shuncha bir mo'jiza turibdi. Yana bitta xususiyati anesteziya deydimi, nima deydi? Doktorlar bo'lsa to'lab qo'yinglar. Anesteziolog deydi. Qoningizni yorib, appendisitni chiqarishdan avval tomirdan qo'yadi haliga narkozini, hiydatadi. Og'riqni his qilmaydigan qilib qo'yadi. Keyin qoningizni yoradi. Pashada shu xususiyat bor ekan, birodarlar. Chaqadigan joyini avval shu yerda og'riqni sezmaydigan qilib turib, keyin chaqar ekan. Chaqib ketdi, haligi suyuqligini ta'siri yo'qolgandan keyin qitishni boshlaydi, pasha borda uraverasiz. U pasha tushib ketib bo'lgan allaqachon. Birodarlar, mana shu kichkina mitti pashaga Alloh taolo munosib shaklni, munosib xususiyatni berdi va o'zini yo'liga yo'llab qo'ydi. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir.